Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur TV ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistonda oydirim ko'paytirish plani davomlashmoqda. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning O'rta Osiyo ziyoratida Uyg'ur masalasini o'tirg'a qo'ydiganligi bildirildi. Xitoyning Wuhan shahrida SARS virusi bayqaldi. Tashviqot sohasida ahamiyat berishga tegishli ba'zi nuqtalar. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarında bo'lsin. Xitoy hukumatı zo'r kuch bilan ijro qilayotgan bir balvoq bir yo'l qurilishiga mos holda yaqindan buyon bo'shliqdagi Ipak yo'li degan nomda bir qator qurilishlarni o'ttirg'a chiqarmoqda. Shu qatorda 2019-yilining o'zida butkul Sharq Turkistonda yangidan 9 oydirim barpo qilib, hozirgacha Sharq Turkistonda jami 21 oydirim ishga kirishtirilgan ekan. Shuning bilan bir vaqtda Keriya, Mong'ulkura qatorliq joylarda oydirim selish qurilishini boshlab, qadamini tezlatgan. Shinxo agentligining 31 dekabrdagi xabarda bildirilishicha, bo'shliqdagi Ipak yo'lini texmo kengaytirish uchun 13-5 yillik plan mezgilida Sharq Turkistonda yana yangidan 16 oydirim yasaladi ekan. Analizchilarning qarashicha, Sharq Turkistondagi oydirim xizmatchilari hamda aeroplandagi yo'lovchilarning mutlaq ko'p qismi Xitoylar bo'lib, yerlik Uyg'urlar buningdan qilchilik manfaat ololmaydi ekan. Amerikadagi mustaqil kuzatuvchi Ilshad Hasan apandim bu vaqtda to'xtalib, oydirim qurilishi dunyoning boshqa joylarida insonlar o'rtasidagi aloqani ilgari surdi. Ammo Sharq Turkistondagi oydirimlar har qachon Xitoy hukumatining Uyg'urlarni yo'qotish harakatiga vosita hamda bevosita yordamchi bo'lish rolini o'ynaydi dedi. 30 dekabr kuni Amerika tashqi ishlar ministrligi axborot yig'ini o'tkazib, tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning Sharqiy Yevropa va O'rta Osiyodagi davlatlarda ilib boradigan ziyoratida Uyg'ur masalasini o'ttirg'a qo'ydiganligini bildirdi. Mike Pompeo 3-yanvardan 7-yanvargacha Belorussiya, Ukraina, Qozog'iston va O'zbekiston qatorliq davlatlarda ziyoratda bo'ladi ekan. Shundaqla O'rta Osiyodagi 5 jumhuriyatning tashqi ishlar ministrlari bilan 5 qo'shilgan bir yig'iniga qatnashadi ekan. Amerika diplomatlarining qayd qilishicha, Xitoy hukumati lagerdagi kursantlarning o'qish bitirganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin Amerika hukumati bu rayonning vaziyatida har qanday bir ko'rinarli o'zgarish bo'lganligini ko'rmagan. 30 dekabr o'tkazilgan axborot yig'inida tashqi ishlar ministrligining bir amaldori biz dunyodagi bizning sheriklarimiz, ittifoqdoshlarimiz va biz bilan o'xshash fikrdagi davlatlarga Uyg'ur masalasini davomli ta'kidlaymiz degan. Bu amaldorning bildirishicha, tashqi ishlar ministri Pompeo Xitoy kishilik huquq masalasida alohida izchil ekan. U Uyg'ur masalasining bu yil 9-oydagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'ini mezgilida o'tkazilgan, shundaqli 5 qo'shilgan bir yig'inida Uyg'ur masalasini o'ttirg'a qo'ydiganligini bildirgan. Mike Pompeo bu qitim ziyorat qiladigan Belorussiya, O'zbekiston, Qozog'iston qatorliq davlatlarning Xitoyning 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmonlarga kasbiy tarbiyalash nomida lagerlarga qamab, ularga qarata ming yuvish ilib berishini qo'llagan davlatlardir. Bularning ichidagi Belorussiya bu yil 10-oyda Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, Shimoliy Koreya, Suriya, Kuba qatorliq 54 davlatga vakolatan bayonot e'lon qilib, Xitoyning Xinjiangdagi terrorlikqa qarshi turish tirishchanligini qo'llaydiganligini bildirgan. Buning oldida Angliya boshchiligidagi 24 g'arb davlati bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur rayonidagi kishilik huquq tafsandichiligini ayblagan edi. 31 dekabr kuni Xitoyning Wuhan shaharlik sahiya idorasi jiddiy uqtirish tarqitib, sababi aniq bo'lmagan o'pka yollig'ining oldini olishga chaqiriq e'lon qilgan. Shundaqli uqtirishning mazmuni omma ichida qattiq vahima qo'zg'agan. 3-tarmoq uqtirishida hukumat organlarining ruxsatini olmay turib, mazkur kasal to'g'risida bayonot berish cheklangan. Xitoyning davlatlik sahiya idorasining mutaxassislari mazkur kasal to'g'risida tekshirish olib bormoqda ekan. Hozirgacha Xitoy taraf 27 kishining yuqumlanganligini e'lon qilgan bo'lib, 8 kishining ahvoli og'ir ekan. Bu son Xitoy tarafining e'lon qilgan soni bo'lib, amaliyotda yuqumlanuvchilarning soni xeyli ko'p ekan. Dastlabki qadamda bu kasal bilan uchrashgan doktorlar bu kasalning 16 yil burungi SARS bilan o'xshashligini bildirgan. Bu vaqtda doktor bilan so'zlashgan kishining paranglish xotirasi tor dunyosida tarqalgan bo'lsa-mu, darhol o'chirib tashlangan va media vositalarida virus xarakterlik o'pka yollig'i bo'lishi mumkin deb xabar tarqatgan. Ammo SARS emasligini inkor qilmagan. Chunki hozir Xitoyning iqtisodi tavrinib qolgan mazgil. Yangi yilning 5-i va Xitoyning Chag'an bayrami kelish oldida. Shundaqli qatnash vositalarining eng jiddiy bo'ladigan vaqti bo'lib, sayohat ishlari va tijorat jonlanadigan vaqti. Shunga Xitoy hukumatining bu vaqtda haqiqiy ahvolni yushirish ehtimolligi bak yuqori. SARS yangi bayqalgandimi iqtisodiy taraqqiyotining to'sqinligiga uchrab, yillik dokladga ta'sir etadi deb yerlik hukumat vaqtida e'lon qilmagan ekan.
Təşviqat media üstüge alğan vəzifələrdən biri olub, növbətdə diasporadakı Şərqi Türkistanlıqlarning medianing bu vəzifəsini icra qıldırış və rolidan faydalanışdan başqa önümlük köreş qilish usuli yo'q deyərlik. Hazırgacha Şərqi Türkistan və Uyğur təşkilatları şundaqlı bir qism fidoilar har xil usul və vasitalar orqali Şərqi Türkistan davası uchun xizmat qilib kelmoqda. Bundan ilgari ilib berilgan təşviqat xizmatlarini bir qator ko'zdan kechirish, navbatda ilib berilayotgan təşviqat xizmatlarini kuzatish natijasida buningdan keyin Sharq Turkiston davosida təşviqatning qaysi sohalarga ahamiyat berish kerak. Sharq Turkistondagi Xitoyning yuqori besimliq bostirish va qirg'inchilik harakatlarini, milliy, diniy, kultural tajovuzchilik jinoyatlarini yangicha shakl orqali o'ttirib qo'yish kerak. Ya'ni televiziya teatrlari orqali təşviqat, kino filmlarga mablag' selish, ijtimoiy taratquv vositalari təşviqat markazi tashkillash, yuzma-yuz təşviqatga ahamiyat berish, Uyghur sarxillari, shaxsiy turbat, blog echish qatorliq yuzlanishlar orqali ijtimoiy taratquwga ahamiyat berish, notiq, turga ega bo'lgan maxsus təşviqatchi yetishtirish, maxsus talatliq o'smir yetildirish, vositalarning vositasi orqali tashviq qilish, təşviqat materiali ombiri qurish, umumyuzlik təşviqatga yuzlanish va yuzlantirish qatorliqlar. Yuqorida deyilganlarning ba'zilari ehtimoldan yiroq ko'rinadi, ba'zilari nihoyat oddiy. Ammo bularni amaliylashtirish va tatbiqlash mas'uliyat, muhabbat va majburiyat talab qiladigan ishlar bo'lg'ashqa, bu xil ong va sezgiga ega kishilarning kam bo'lishi Uyg'ur davosini oqsatmasimi, ilgirlash ancha tez bo'lmayotadi. Samimiyatni asos qilgan tashkilotlar, vatan, millat sevgisida rostchil bo'lgan ziyolilar va millatparvar boylarning yordami bilan inshaalloh pat orda murod maqsadlarimizga yetkaymiz. Xəbərlərimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xush, Allohga emanet.